Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun Xorazm viloyati Yangiariq tumani Chiqirchi qishlog'i Angalik ko'chasi 38-uyda hurmatli uyida o'z ish jarayonlarimizni yakunladik. Ko'rib turganlaringizdek dalonni batareyasi mera 20 ni qo'yib berganmiz. Uzoqroqdan ko'rinishi. Pastda puntini o'tirganmiz. Görüşürüz mümkün. Aziz dostlar. Fontayni o'tirib, ipidan pasa tushirib, arqa joyiga yozganmiz. Mana arkasında pesh bor ekan. Mo'nni buzib birmadada. Shunga pasa tushirib, oynantini olib ketganmiz. Birimiz yana 20 ga qo'yib berganmiz. Görüşürüz mümkün. Seli Puntini o'tgan xudo taxtasini qoqib beradilar. Nasib etsa ko'rinmaydi. Endi podachimiz aziz do'stlar. Baq nelerimiz. Turbalarni chiqarib ko'pmiz. Eshikdan yana 20 ni qo'ydik. Ona 20 ni qo'ydik. Hozir ibaqlarni qator yurishtirib o'taman. Koridorumuza onu koyup verdik. Acayip etib. Bir de yine 20 ga bataryamiz bor. Hozir odamlar yotibdi ekan. Keyin garajga qo'yib berdik. Shu bu garajim issiq bo'lib turish uchun ikki aqlama o'tib, zapravочный ekranlarni ham qo'yib, ajoyib etib qo'llangancha qo'yib taxlab berdik. Bu yoqdan bu yoqam seli pontoyindan bo'ldi. Aziz do'stlar, Biladan pontoyindan muchaylab kesib, olmasini o'tirib taxlab berdik. Mana bonisi Bonisini 15 latib, chiroylatib, ajoyib qo'yib berdik. Uzoqdan bundan oxiri to'chishi ochdik. Yine birimiz kuxni. Kuxnimiz ham chiroylatib 15 ni qo'yib berdik. Görüşürüz mümkün. Avratçılarına chiroylatib ulab, ajoyib to'shib. Bu joyimizni yarısından ko'p remont bo'lgan. Qo'llangancha akkuratni to'shishga harakat etdik. Zagonli çıktı. Nasip etse. Bu joyimizdan ama bu yoqimiz zal. Birimize yine 2 batarya qo'yib berdik. Biri 12'lini. Görüşürüz mümkün. Depengi turbalari. Pastki turbalari. Şurada beton var ekan. Betondan yetimli bölünüşü mümkün ekan. Şu an beka qo'ydastırdık klientimiz. Birine onun için taşıp verdik, chiroylatib, ikki aqlamatib ulab. Görüşürüz mümkün. Bataryalarimiz Duralemin 3 abralı batarya 580 dagi. Aziz do'stlar. Bunda pesi hiç yerle yanmadı, hiç yerle bulaşmadı. Köylüden ziyade ot çıktı. Yine bir tane batarya koyganımız. Svet az uç ekan, onu yaktık. Birimiz ham 20 qo'yib berganmiz aziz do'stlar. Görüşürüz mümkün. Yine uzaktan görünüşü
Общий, крупный planda. Yine eshiklar ham akkuratni to'shib, qo'ldan kelgancha. Aziz do'stlar. Keyingi batareyamizga o'tamiz. Keyingi batareyamiz dalan. Dalan 3 yere koyduk. Bir yere 15 tane koyup verdik. Aziz dostlar. Bayağı orijinal. Gedalandan koyup verdik. Çıraylatıp, çötkədib, 20'ni. Onda yine pontayını ötürüp, çıraylatıp, büküp, acayip çıkartıp verdik. Hem ellerimi dəyimiz isteyen o tuttu. Şimdi sizlere katyonu gösterip veremem. Hurmata, Harman. Çekkamısınız, işle yaxşımı? Tanışmı? Sağlıklarınız, Harman. Ne şu mikrofona gelip veresiz. Özünüzü tanıştırın başta. Ben Hurmat Bek. Şu enerji makalası çıkışlarından. Cenab-ı Kıvanç Bey ülkemizden şu Şavat'tan gelip katyor açacağım, katyor koyup verdi. Cep yok katyorun acayip doğranması. Kızışınam cep yok. Şu hem mercim üzere gelip yine şu 3 günde teyar atıp o tek kızdırıp bıraktılar yine. Doğranması. Hiç ellerinizden su akmadın mı? Yok su akkan etkiyle yok. Hem mesela akuratni etken materyallarından sıfatlı, yakşı vecden gelip ötüp verdiler. Atalpiyenden köyünüzde oldu mu ağa? Dım acayip zor. Gep yok. Köyünüzden nem ziyat oldu mu? Gep yok. Dım acayip. Oldu. Başka yurttaşlarımıza tavsiye edersiniz Kendinden mi? hem ziyat oldu. Hemmesi. Şunlarını selam tavsiye etaman. Ekonomist dünya kat yolla. Yakşı. 110 grasa çıkarıp göç ettik ahire. Doğru 110 grada çıkarıp gösterdiniz. Azram ya 100 grada tuttu hazır. Neyse ventilatörü. Oldu. Yine ya videodan barınamaydım, videodan aytama. Üçün Nova kelgan bo'lsak, Nova qo'ygan bo'lsak, 1 yil mobaynda garantiyaga bemalol telefon etib, birdan so'qadan bo'lsa, xizmat qiladigan bo'lsa, 1 yil mobaynda garantiya kelib, shunday besplatniy mod servis, 1 yil garantiya. Nova kelgan bo'lsak, kelib o'tib taxlab beramiz, muammo etmang. Yo'q, ishni turaymiz bitirib, keyin kelamiz-da, suyuş kellarga. Ese birimiz ağa 36 milyon 900 ming so'm bo'ladimi? Aynen yodda bu vaqtda aytib o'tali. 36 milyon 900 ming so'm pul bo'ldi birimiz. Hozir kotyolning xarakteristikasini o'zini tanishtirib ko'rsatib o'taman. Mikrofonni bering. O'zingizlar meni tushunib olingan bir qator tushuntirib o'taman-da. Bunda yine katyolumuz aziz do'stlar. Atapleniya Shavat YouTube kanalımız adı. Xudoyorganov Quvonchbek Instagramımız adı. Bunda telefon nomerlerimiz 99'lik 318 08 08. YouTube Instagramımız ham bor. Meydanda yurgan yurtdoshlarimiz uchun WhatsApp bilan Telegramlarimiz ham bor. Yine aziz do'stlar. Hozir yine 80'e düşüptü. Gradusumuz. Yine morlardan çıkarıp acayip taxlab etib berdik. Xudolar kotyolxona devregine saladi ekan nasib etsa. Kotyolumuzga keladigan bo'lsak, bu kul oladig'i, suvdagi oladig'i, ventilyatori, regulatori, birdan ko'mir saladi, manometri, manometrni tepesinde odun kömür saladigan yerlari, birinde zeytlerini tozalaydigan yer, hem de ko'radigan morni ham tozalaydigan yeri. Mor tarafidan keladigan bo'lsak, tendini asoniklari Ispaniya yoqadigan, xolasa shu yerdan tozalasan ham bo'ladi. Teylarni do'shib chiqaryapti ko'pmiz.
Peste yine bir tazalaydı onu bak. Bemalol tozalayveradi. Morimiz 127'lik. Turbadan 5 metre chiqarganmiz. Kotyolimizni o'zine keladigan bo'lsak, 4 Z rossiyskiy listdan 15 turbasi bor ichida. Nima aytib o'tmadik. Mana nasozlarimiz, Neuronasos firma filtrlari bilan chalatib qo'yib berdik. Aziz do'stlar, görüşlerim mümkün asıl yaldırab tuttu. Bizden xizmatlarimiz bilmeydi olduğu için aytib o'taman. Bize gaz отопления, kömür отопления, steno отопления, однотрубный sistema bağlanan barcha turdagi отопления va santexnika ishlarini professional darajada shunday sifatlatib o'tirib, garantiyalardan berib ketamiz. Onun uchun sizlar ishlatishlaringiz kerak. 3 pasta turgan nomerlarga telefon etasizlar. Boramiz, yuramiz, o'lchaymiz, dogovor etamiz. Xudo xolasa 5-6 kunning ichida hamma o'zidan aytib, ishni bitirib, qo'llaringizga topshirib, nechtalar syomka etib ketamiz. Tem более 1 yil garantiya, 1 yil mod servis. Yuzlaringizni hech yillarga yugurib aziz do'stlar, berimize chiqqan pullarni aytib o'tdik. Yana bir xato eshitmagan uchun aytib o'taman. 36 million 900 ming so'm pul chiqdi. Joyimiz katta joy. Videoni qisqamay o'tirib, birin-birin sanasanizlar ham bo'ladi. Sog' bo'linglar. Keyingi videolarda görüşünce kime shunday sifatli kotyor bo'ladimi, ya batareya kerak bo'ladimi, turbo kerak bo'ladimi, neki stroy material kerak bo'ladigan bo'lsa, santexnikalik bemalol shu pastda turgan nomerlarga telefon etaverasizlar. Dastlabki xizmati bor. Qoraqalpog'iston, To'rtko'l, Beruniy bo'ylab bu yerda dastlabki bor. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.